Voy, naqadar ajoyib kun bo'lmoqda. Va barchaga salom do'stlar. Meni ismim Xo'shim va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bo'ldi, yaxshimisizlar, tuzimsizlar bo'ldi. Anchadan beri ko'rishmadik yana bolalar. Bolalar tezroq aktivlanib chotki qilib va hozir biz tashqariga chiqib bir ikkita ishlarimizni qilib olishimiz kerak desam, o stalker nima gap? Bolalarni qaranglar. Bizga yangi bizga yangi emas, anchadan beri video olmayotgandik, chunki Stalker shaharda ishlar bilan ketgandi va anchagina pul ishlab ketdi adashmasam, to'g'rimi? Stalker? Bo'ladi, uncha ko'p emas, kam emas. Stalker baribir ham hozir вообще oldin ham boy bo'lgan, hozir ham вообще boy bizadan, chunki biz qishloqda ishlaymiz va nima bo'ladi. Qisqasida. To'xtab turing. Ha. Siz uyingiz orqasiga odam ko'rdingizmi? Yo'q, nimalar haqida gapiryapsiz? Umuman tushunmayapman. O'zingiz aytmadingizmi uy orqasiga o'tib olganda men shunaqa dedi-yu. Voy, tushunmadim. Yuringchi, bo'lmasa ko'rishimiz kerak bu вообще. Ha, yuring ko'rsataman mana uyingiz orqasida o'tiribdi. Menga siz o'zingiz aytdingiz dedi. Вообще tushunmadim. Sen kimsan? Nima? Nima sen gangstermisan? Tez qilchim bering dedi. Yig'ishtirishga keldim degan-ku. Tez. Sen Ma. Bo'l. Bu qilich если что вообще shuni tiqib olaman, yomon bo'ladi lekin. To'xtanglar. Men просто shunchaki oddiy bobishman. Ko'rinishingdan mun qara, soqollaring oq, sen bir qariya qanaqadir gangster bo'lsang kerak, qanaqadir nima bo'ladi. Qilchim olib qo'yingda kiro berasiz. Bilmayman, bu men so'raganda uyga menmi yig'ishtirishga keldim dedi, chetlarini tozalashga. Tushunmadim, sen nima hali? Joy qo'yibdi. Hali sen yolg'on gapirasanmi? Men senga umuman tushunmayapman. Yo'q. Tushuntirib berishga ruxsat beringlar, iltimos. Senga hech qanaqa tushuntirishga ruxsat yo'q, sen bizga hali yolg'on gapirib, bizni uyimizni orqasini sasib tashabsan. Fu, men nima dedim? Tishingni qara. Ichkilik mana shunday ahvolga olib keladi bilsang agar. Nima, men olovmi? Sen meni uyimni yo'q. Musor. Uyimni yo'q bormoqchimisan sen hali? Men sog'riga tushishday qilyapman, sen tushunmaysanmi? Men hozir nima tushunmasligini ko'rsatib qo'yaman. Hozir qilichimni ko'rding-a, yomon ha, shuni yetib olaman, yomon bo'ladi. Qanaqa tovoqdagi qilichingni yo'qot. Sen mayli. Hozir biz bir-birimizga ishonib turaylik. Xo'p, sen kimsan mana? Bizni aldamasdan to'g'ri gapir, to'g'rimi? Rost gapirish kerak-ku. Aldasang? Yo'q, mana aldasam, mana shunga o'tirasan, tushunayapsanmi? U nima bo'lishini bilyapsan o'zi. Nimalarni anglatayotganini bilyapsan-a sen? Mayli. Qisqasi qaranglar. Mana 67-qishloqdan kelgandim, to'g'risini aytsam. What the hell? 67-qishloq ham bormi? Sen aldamalik, ta bilasan-a, yomon bo'ladi lekin. Yo'q, to'g'risi. Men o'sha yerda beri bo'lganman. Men 20 yildan beri berlik qilib kelayotgandim. Oxiri sen qarab qolding deb, qisqasi ana shunday qilishdi-da meni. Shu qo'ylarga solib, uyimni tortib olib, pullarimni olib qo'yishdi. Admin ham hech nima qila olmadi. Nima bo'lishi mumkin emas, axir admin любой ishni qiladi. Chaq bilasan-a, uy qaytarib qo'ydim. Ay! What the hell? Ishlab ketdi. Ey, astaroq. Mayli. Sen mer bo'lmasa, sen mer bo'lsang, bizni merimizni tanishing kerak, bilasan-a? Bilaman, lekin so'ragani botilyapman. Lekin shu yordam so'rashga kelgandim. Hozircha bir ikki kun yashab turay degandim. Voy, bo'lmasa yoshingizni hurmat qilgan holda biz sizni sizlab gapiramiz. Mayli, siz bizni sansalashingiz mumkin. Uzr, men sizni gangster deb o'yladim, chunki buni qaranglar, o'zi soqolli, oq soqolli va qon bilan bilmadim. Kim sizga bu ahvol bu kuyga soldi, bilmadim-ku. Yo'q, men kelayotgan paytda otdan yiqilib tushdim. Ot qada tushunmadim. Otda ijaraga olgandim, ijarachilar kelib olib ketishdi otni. Okay, mayli. Qisqasi, nima desam bo'ladi? Xo'p, hozir biz merni chaqirib yoki merni oldiga borib gaplashib berishimiz ham mumkin, xohlasangiz. Mayli, zo'r bo'lardi lekin.
Mayli. Qani yuringchi stalker merdoliga Nima boring. qilish kerak ekan shunda? Qarang, qisqasi bu 67-qishloqdan kelgandan keyin ammo 80 короче o'sha bu mer ekan, mer bo'lgan ekan. Qishloqdagi 67-qishloqdagi qishloqlar buni qisqasi merlikdan chiqarib yuborgan. Chunki 20 yildan beri merlik qilib kelgan, juda ham zo'r qilgan. Bilsangiz agar 67-qishloq bilasiz, deyarli shahardek ko'rinadi. Ha, bilaman. Katta qishloq, вообще zo'r qishloq. Lekin qanday bunday haydab yuborishlari mumkin bilmadim. Lekin shuncha Yuring bo'pqanda mer bilan gaplashaylik. yuring bo'lmasa. Vashshe ku bo'lmasa. Bu qishloqlar bilan gaplashish kerak. Mayli taqalatib Mayli, qo'yingchi. ochaymi? To'xta, mer. Nima deysanlar? Biza Assalomu alaykum. mer assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kirlaring kir. Mer ovozi o'zgarib qolibdi, nima bo'ldi? Bilasan, mana bu sovuq вообще odamni ovozlarini bo'g'ib tashlayapti. Mayli. Qisqasi qarang. Mer bitta mer kelgandi, to'g'risini aytsam. Nima deyapsan? Nima, mani qishlog'imga mer kelibdimi? Qara ko'rsan, nimaga aytmadi menga? Qisqasi oldin mer bo'lgan, hozir mer emas, to'g'rirog'i. Uni chiqarib yuborishgan, shunaqa yomon ish bo'lgan. Nima deganing bu? Bo'lishi mumkin emas. Kim? 67-qishloqmidi? Nechinchi qishloq edi? 68mi nima? 67. 67-qishloqdan bitta mer kelibdi. Qisqasi yoshi katta. Tushunmadim, axir u mani akam-ku. Akangiz? Tushunmadim, nima deyapsiz, mer? Tez olib kel mani oldimga. Ahvollari yaxshi bo'lsa. Ahvollar juda ham yomon lekin. Yaxshi. Merda Nimaga yomon dedingiz? Yaxshi edi-yu. yomon. Faqat soqol o'sgan. Sal- To'g'ri lekin. Qo'llari ham bor birikda. Keyin mayli. Men ko'rdim. Mayli. Zamonda nimalar degandik bunga? Pichog'im, nima edi men bu? Qilicham tiqib olgandik. Voy, Bu qilich emas o'zi bu. Bu o'yinchoq. Tovuq pishirishga edi bu, Nima qilicham? Mana qarang qonlar sekin. Qisqasi uzr sizni Merz ukaligingizni akasiligingizni bilmagandik. Hozir Mer sizni chaqiryapti. Mayli, hech qisi yo'q, bo'lib turadi bunaqa ishlar. Xo'p, mayli bo'ldi, davay. Hozir biz ko'taramiz sizni va olib boramiz. What the hell, nima uchun og'irsiz? Mayli, Davay. oling. Hoppa. What the hell, siz Mer qarang. Ana, yaxshi. Mana Mer ko'rishingiz mumkin, mana sizni okangiz. Voy, nima bo'ldi aka sizga? Qisqasi, mani haydab yuborishdi. Boradigan yerim yo'q. Nima mana bu? Nima desa bo'ladi? Mana bu qon qayerdan keldi? Bu qormi? Bering, bogini bering. Hech qisi yo'q. Nima qaysini, mana buni? Ana shu. Unaqa kamtarlik qilmang, men sizga uyga ajratib beraman. Boshim. Nima deysiz? Qisqasi, senga va stalkerga ikkita ish. Короче, bitta ish egalaringga. Sen mana shu akamga menikidek chotga qilib qurib berasanlar. Pullaringni beraman, oyligingga qo'shib beraman. Mayli, yo'q joydan pul. Mayli, xo'p, bizga ketsak bo'ladimi? Mayli, ketaverlaring. Rahmat akamni kelganda aytganingiz uchun. Mayli, arzimaydi. Yo'q joydan pul. Yaxshi. Lekin sal qoldi, yaxshi, men buni ko'rsatib qo'ymanman. Voy. Mayli. Yuring. Mana o'yinchoq. Men o'g'lim. Axir bu meni sevimli, mana u qilichim. Qana mana lupboy mana. Yaxshi ham bilib qolmadi. Qo'laman mana shunday. Qani men ko'rish. Qisqasi, unaqa qilmang. Voy, nima urding? Voy, menga aytib beraman hozir. Mer. Aytolmaydi. Voy, siz hozir. Menga aytib beraman o'zim. Voy. Bo'l. To'xta. Stalker sizmisiz? O'zingizga kiring. Men merga aytaman, qoch urding. Yuring. Qisqasi mana bu yerlarni yig'ishtirishimiz kerak endi. Voy,
lekin qayerdan keldi bu Judayam kim sas o'zi? ketdi. Shit sasib yotibdi. Bomish u ketdi-yu, buni akasi ham, Xuddi, he. Men bu yerdan yer olish kerak endi. Shu, fu, men qo'llarimni o'zimni bir yuvib olishim kerak deb borib. Lekin borib, Cho'milish kerak endi. qanidir. Anavi sovuqroq. Qo'ydi u lekin. Mana gulam ekib qo'yamiz ustiga. Hoppa, buni yoqib yuboryapman narsalarini. Shunday qiling. Villaq yomon sasiyotdi bu. Endi bir ikkita gul qo'ying-da shu. Tozalaydi. Ana. Shu gul qo'ydim. Bo'ldi. Mana mana. Va gul surib qolsang, tasbih. Bu yeting. Daraxt bo'lib ketsa mana bu gullar. Mana bola ko'rishinglar mumkin. Hozir men nima desam bo'ladi bunga merda okasiga biz hozir yordam beryapmiz. Uy ham qurib berishimiz kerak, bilasizlar, juda ham ko'p ishlar bor. Qisqasi bu bomish merni ukasi bo'lib chiqdi. To'g'rimi? Bloklar zakaz qilasizmi? Men bloklar zakaz qilaman. Hali ishlar juda ham ko'p. Merdan pul olib keling bloklar uchun. O'zizdan. Mana menda bor, keyin olamiz. O'zizdan bermaysiz. Qilib olamiz. Mayli. Olamiz aytib. Bo'lmasa siz berasiz, men pullarni mendan ko'rib yana shu qilamanman, bo'ldi. dastlabgacha. Короче, o'sha zakaz qilib turing, bilasiz, meni Wi-Fi'imdan oho, tortlab pechoninglar o'tdim. Num. Mana men olib ketaring. Rahmat, addush lekin. Zakaz qilib qo'ying, keyin Babraski, menga Wi-Fi'imga pul tashib yuboringki, men sizga tashib qaytarib beraman. Pulni. Men. Ha. Hop, men anu klikim o'chib qolgan, o'zi tashib yuborasiz. $10,000 o'tda. Mana Qancha turadi? $50 ham oldim bo'ldi gita. $50 gita. Davay, rahmat. Voh. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Hoshim bo'ldim. Nima ham derdik bolalar, bu merda akasiga hali yordam beramiz. Mayli, sog', salomat bo'linglar. Ikkinchi obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa, 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Davay, sog', salomat bo'linglar.